Assalomu alaykum majmua qatnashchilari. Endi arxiv bilan bog'liq materiallar jurnalistlarga ham qaramoqliga juda qiziqarli tuyuladi. Pressiyada keltirgan Qozog'istondan arxiv ishlari bo'yicha hamkorlikda nashr etilgan yangi nashr to'g'risida so'z boribdi. Ammo ularga keyingi paytda Ma'naviy hayot, ayniqsa Vatan jurnalida yangi avlod tadqiqotchilari, tarixchilar juda ko'p ma'lumotlarni ochib urish bo'lyapti. Albatta tarix ma'lumotlar bitta maqola bilan aniqlanib qolmaydi. Shuning uchun O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi yangi tarixiy ma'lumotlar ko'payadigan bo'lsa, bu nashrga qaytadan ehtiyoj bormi? Bu hududiy hududlar bog'lab bo'lyapti. Masalan, O'zbekistondan Qozog'iston ko'mir koniga ishlaganda Qozog'istonga ko'milgan fuqarolar to'g'risida ham bir muhim ma'lumotlar turibdi. Bu juda achinarli tarixiy raqam hisoblanadi va buni tadqiqotchilarimiz o'rganishsa, bu nur ustiga nur bo'lar. Ikkinchisi, O'zbekiston hududidagi qozoqlar bilan bog'liq hududlar bilan bog'liq tarix manbalar ham yangi tarixchilar tadqiqotlarni kutib turibdi. Agar shunday ma'lumotlar ko'payadigan bo'lsa, bu boradagi nashrlar yana qaytadan nashr etilish, tadqiqotlarga o'rin berish imkoniyati bo'ladimi? Ikkinchi masala, shu Vatan jurnalini kecha bu tadbirga kelishdan oldin arxivni ko'rdimda, juda ko'p tadqiqotchilarimiz butun Markaziy Osiyo bo'yicha yangi manbalarni ochishyapti. Biz shu paytgacha tilga olgan 3 ta xonlik tarix bilan bog'liq tadqiqotlar ham tarixchilar tomonidan aniq ochib berilmagan ekan. Masalan, Qo'qon xonligi qachondan qachongacha davom etgan. Qo'qon xonligidan keyin Buxoroda Amrek davom etgan. Xiva xonligi nechinchi asrdan nechinchi asr? 19-20 asrmi? Shu ma'lumotlar tadqiqotchilar tomonidan haligacha bir deyarli bir konkret raqamlar tilga olinmagan ekan. Biz faqat 3 ta xonligimiz bor deb turib tilga olamiz. Deylik birlashmagan deymiz. Milliy davlat izlari deymiz, lekin shunga bog'liq ma'lumotlarni tadqiqotchilar o'rganadigan bo'lsa, o'z arxiv ma'lumotlarida shunga doir yangi ma'lumotlar bo'ladimi? Uchinchisi, juda ko'p ma'lumotlarni, tadbirlarni mana ko'ryapsizlar, namoyishlar bo'lyapti, yil tanlovi bo'lyapti. Shu keling, bundan mustaqillikgacha bo'lgan bizning arxivchilarimiz deyarli e'tiborsiz ishlaganda, sobiq arxivchilar. Bugun mustaqillikdan arxiv ishi shu qadar takomillashib ketyapti kun sayin. Mutaxassislar soni ko'payyapti, professional. Eng yaxshi arxivorist tanlovini ham kelgusida o'tkazish niyat bormi? Bu boradagi ustoz shogird an'analarini va sohaga innovatsion qo'llanmalar tavsiya qilgan arxiv ishlarini, arxiv ishining o'zining metodikasi bo'yicha ilmiy ish olib borgan olimlarning tadqiqotlarini ham jamoatchiga ma'lum qilish niyatlaringiz bormi? Marhamat. Katta rahmat savolingiz uchun. Demak, birinchi savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, Qozog'iston bilan bizning shu Qozog'iston arxivlari bilan bizning aloqalarimiz juda ham hozirgi kunda juda ham yaxshi bosqichda, juda ham aytishimiz mumkin, eng yaqin bizning hamkasblarimizdan biri hisoblanadi. Ular bilan demak biz doimiy aloqadamiz. Deyarli mana har yili biz Qozog'iston arxivlarida o'sha tashrif buyuramiz yoki bo'lmasa Qozog'iston arxivchilari bizning arxivlarimizga tashrif buyurib tadqiqot ishlarini amalga oshirishadi va bu bo'yicha juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tyapsiz. Juda ham ko'p o'sha manbalar aniqlanyapti. Biz tomonidan ham, ular tomonidan ham bularni biz albatta yig'ib ma'lum bir o'sha miqdorga yetgandan keyin bu bo'yicha ham bir o'sha mavzuni o'rgangan holda biror bir mavzu bo'yicha kitob nashr qilishimiz mumkin. Bu bo'yicha biz mana o'tgan yili ham o'sha bizda o'sha Qozog'iston bilan yaxshi bir kitobimiz nashrdan chiqqandan keyin o'shanda ham biz kelishib olganmiz bu ishni davom ettirish bo'yicha. Chunki juda ham yaxshi kutib olindi u kitob va endilikda biz nafaqat o'sha foto albom ko'rinishidagi kitoblarni, balki o'sha yerdagi o'sha aniq bo'lgan mana o'zingiz ta'kidlab o'tganingizdek juda ham qiziqarli bo'lgan manbalar bo'yicha ham kitob kataloglarini ham nashr qilish bo'yicha ham bizning rejalarimizda bor. Bu bo'yicha demak hech nima bizga to'sqinlik qilmaydi, lekin mana shu o'rinda kezi kelganda imkoniyatdan foydalanib aytib o'tishim kerak. Biror o'sha tarixchimiz, tadqiqotchilarimiz mana shu ikki davlat munosabatlariga oid bo'lgan madaniy bo'ladimi yoki bo'lmasa boshqa aloqalar bo'yicha izlanish olib borayotgan bo'lsa, biz hamkorlikka chorlaymiz, kelishsa, biz bemalol birgalikda ular bilan yaxshi bo'lgan mana shunday kitob nashrlarini ham chiqarishimiz mumkin. Deyarli mana har yili 2 tadan, 3 tadan yaxshi katta bo'lgan kitoblarimiz demak nashrdan chiqarib borilyapti. Endi ikkinchi savolingiz bo'yicha demak Qo'qon xonligi umuman xonlik davrlariga oid bo'lgan hujjatlar bilasizlar O'zbekiston Milliy arxiviga tegishli bo'lgan o'sha fondlarda saqlanadi. O fondlarda juda ham ko'p to'g'ri aytyapsiz. Ya'ni arxiv hujjatlariga ilmiy ishlov berilgandan keyin uni foydalanish mumkin bo'ladi. Yaxshi, osonroq bo'ladi. Lekin haligacha ilmiy ishlov berilmagan fondlar ham mavjud. Bularni ham tan olib aytishimiz kerak. Uni ilmiy ishlovni kim beradi? Arxivchilar emas, balki uni shu tarixchilarimiz, unda o'sha manbalardan foydalanuvchilar, tadqiqotchilar beradi. Shuning uchun biz
doimiy ravishda arxivlarimiz tadqiqotchilarimiz uchun ochiq, bemalol foydalanishlari mumkin. Hattoki mana xabaringlar bor, arxivga ruxsatnomani avvallari olish uchun arxivga tashrif buyurib, ariza yozib, uni yana kutib, keyin uni javob chiqqandan keyin arxivga tashrif buyurishadi. Hozir bunday jarayonlar yo'q. Hozir onlayn ravishda bemalol arxivga kelish bo'yicha, umuman shu o'quv zalidan foydalanish bo'yicha onlayn ruxsatnomalarni bir kun ichida olishlari mumkin. Uni olib bemalol arxivga tashrif buyurib, o'zlarining tadqiqotlarini amalga oshirishlari mumkin va xonlik davriga oid bo'lgan hujjatlar juda ham ko'p. Uni ochilmagan qismlari ham bo'lishi mumkin. Uni demak tarixchilarimiz mana hozir ham men ishlashmayapti demayman, chunki juda ham yaxshi tadqiqotlar, umuman mana har yili biz mana Tarix instituti tomonidan bilasizlar, chop etiladigan jurnallar bor. U yerda ham juda ham xonlik davriga oid, davlatchiligimizga oid bo'lgan, juda ham yaxshi bo'lgan mana tadqiqot ishlarini xulosalari, umuman uni ilmiy shu tadqiqotlar bo'yicha ham nashrlar beriladi. Juda ham qiziq. Bundan demak biz mana arxiv o'quv zallarimizga ham buni taqdim etganmiz. Hattoki mana bilasiz, yo'l ko'rsatkichlar bo'yicha ham arxivlarimizda juda ham ko'p nashrlarimiz bor. Buni biz onlayn ko'rinishga ham o'tkazganmiz. Mana shu fondlardagi qanday hujjatlar, umuman shu davlatchiligimizga oid bo'lgan hujjatlardan foydalanish uchun mana shu yo'l ko'rsatkichlari juda ham qulay hisoblanadi va biz bu ishni ham doimiy ravishda amalga oshiramiz. Hozirgi kunda mana shu tarixiy fondlarimiz bo'yicha ham o'sha onlayn yo'l ko'rsatkichlarimiz bugungi kunda faoliyat ko'rsatmoqda. Bemalol undan ham foydalanishlari mumkin. guidisarchive.uz veb saytiga joylashtirib qo'yganmiz. Endi 3-savolingiz bo'yicha bu juda ham yaxshi tashabbus, eng yaxshi arxivarist tanlovi. Umuman biz sal boshqacharoq yondashardik. Buni ham biz albatta inobatga olamiz. Ya'ni biz mana bilasizlar, shu iyun oyida bo'lib o'tadigan xalqaro arxivlar kunida turli xil tanlovlar o'tkazamiz. Bu tanlovimiz doirasida ham buni o'tkazsak bo'ladi. Taklifingiz uchun rahmat.